Diqqat qiling, buni ko'rmasdan o'tib ketsangiz xato qilasiz. Братья приехали с Узбекистана даже сюда. Сами приехали. Это семья. Машаллах. Души, брат. Ular bu pullarga dunyoning eng go'zal joylarida dam olishlari mumkin edi. O'sha Balida yoki Sharm Shayxga borishlari mumkin edi. Lekin ular uni emas, insoniylik tanlash. Tonna xizmat yilidaman, oshnani damlab beraman, muammo yo'q. Assalomu alaykum O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston. Biz hozir Dog'istonga yetib keldik. Ko'rayotganlaringizdek Dog'istonda suv toshqini bo'ldi. O'zbekiston shu yerda. Botir aka, Achchig'och. Дагестан, мы с вами. Сегодня наши братья из Узбекистана приехали готовить плов и угощать тех, кто приезжает работать. Ular aslida o'zi bormaganda hech kim tana qilmasdi. Hech qanaqa manfaati yo'q borishdan. Ularga hech narsa yo'q. Kelmading deb hech kim gapirmaydi. Спасибо. Я обещал? Обещал и выполнил. Спасибо, родной. Не за что, спасибо. не за что. Большое всем спасибо, кто нам помогает. Go'zal manzarani ko'rsatdingmi? Kim o'ylabdi, Dog'istonda mahajgalarni boshlar qilamiz. Dog'iston ham o'zi yaqin joy emas. 3000 kilometrdan oshiq yo'l. Bu borish uchun bir 35 soat borku mashinada yuriladi. Lekin shular borishda yuk mashinada esa undan ham uzoq. Lekin ular mana shu yerda dindoshlarimiz bor. Bu yerda borku bir mo'min musulmonlar bor. Shularga yordam berishim kerak. Ana vatanni sha'ni uchun borishdi. Gap yo'q. Men bu videolarni ko'rib rostdan ko'zimda yosh keldi. Bu videolarni ham sizlarga ko'rsatmoqchiman. Men g'ururlanaman, o'zbeklar dunyoda hali ham yaxshilik borligini, ya'ni manfaatsiz yaxshilik borligini, insoniylik borligini ko'rsatib qo'yishdi. Respekt gap bo'lishi mumkin emas. Agarda shunga o'xshagan videolarni fikrlashmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'ling va kommentariyalarda o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Родные наши сестры. Чего плачешь? Зачем плачешь?